Oğlum, bugün bizni Pudamlı'dan birine öğü çağırıpsa. Bire iş var mı ya? Ben bu haqda Rana bilan deyishib bo'lgan. Mundaq ishdi. Hem o'zinglar bilasizlar, şirket qurib ta hozirgacha bo'lganlikda ishlarim yomon emas, yaxshi ketib bordi. Biroq shu ham bundan keyingi taraqqiyotimning texim yaxshi bo'lishi uchun men bir mezgil ailemden ayrılıp turaymikin degandim. Bolam, nimde kulakı yakmaydıgan gepni kıldıgan sen? Cel atmaydıgan sen bolam, he? Bir çıraylık ayalın tutsa, özü çıraylık, kalbi çıraylık, altındek bolam tutsa. Yan nimi kan, he? Depaka yan nimi kan? To'xtam. Qudam. Oğlum, bu sizning cho'nqur o'ylangandan keyin ondan chiqargan qaroringizmi qandaq? Shundoq. Kechirimni oldinladi hijim. Oğlum, eğer kızım xizmatinizni yaxshi qilmagan bo'lsa, men tarbiya qilay. Yo'q opa, unda emas. Rana har qaysi jihatda intayin yaxshi. Balam, muşta çıraylık yığılıp otağa vakta nemi gepni qıp görüyse? Şu emasmi? Oğlum, Kechirimli opa dada. Bu mening qarorim. Oldinladi hijimni. Kechirsiz. Oğlum, Bolam! he oğlum. Uyuyum ana. Xo'sh aytibla ketdingiz, qaysi o'tda kuygansiz, yurgan bilan yiroqda yana seg'inib qolgansiz. Xo'sh aytibla ketdingiz, qaysi o'tda kuygansiz, yurgan bilan yiroqda yana seg'inib qolgansiz. Tanholikda qoldirib, ko'zdan hijron yog'dirib, Sig'inmayman deb qo'yib, yana sig'inib qolgansiz. Tanholikda qoldirib, ko'zdan hijron yog'dirib, sig'inmayman deb qo'yib, yana sig'inib qolgansiz. Ketgan bilan ayrilib, jup yuraklar qayrilib, ketgan bilan ayrilib, jup yuraklar qayrilib, chidolmasdan tortishib, yana sig'inib qolgansiz. Chidolmasdan tortishib, yana sig'inib qolgansiz. Tatlıq gülüşni, muhabbetlik söyüşni, baxit bilib köyüşni, yana sig'inib qolgansiz. Tatlıq gülüşni, muhabbetlik söyüşni, baxit bilib köyüşni, yana sig'inib qolgansiz. Tasalli yo'qmi sizga, kulka yiroqmi yuzga, pushaymon shu sizga yana sig'inib qolgansiz. Tasalli yo'qmi sizga, kulka yiroqmi yuzga, pushaymon shu sizga yana
Chidalmasdan tartishib yana sig'inib qolgansiz. Chidalmasdan tartishib yana sig'inib qolgansiz. Bir kısla, ilsla. İlsa. Oğlum, bugün yana bir xiyolingni o'tirib qo'yg'ini bizni chaqirdingmi? Dada, Ey, Qudam, ballarni xijil qilmayli. dada apa, aslida mening natijalarim bo'lsa, sizlardek salomat turgan ota-onalarim, shundaqla baxtli oilandiga. Ebbeli cinim balam. Endi mening o'g'lim o'xshash gap qildim. Qani, mana vat og'zing sap qo'yaymi? Balam. Hech qisi yo'q o'g'lim. İnsan degan hayotda nurg'un sinoqlarga, ig'ir sinoqlarga duch keldi. Taqat qilib, ig'ir bilan ishning to'g'risini qilsanglar, hamma ishimiz shundoq chiroyli hal bo'lib ketadi. Rahmat apa. Shundoq. Oila demak, o mehri muhabbat koni. Oila demak, baxt saadet demak. Oila baxt saadetning koni. Ballarim, sizlarning baxtinglar bizning xushalligimiz. Bizning xushalligimiz sizlarning baxtinglar. Bir ailenin xushallığı, bir cemiyetning xushallığı bilan o'xshash. Qudam, qudug'uyum, ballarim, bugun men to'liq xushal. Qudammi ona aytdi, shodaman ko'rinadi. Bugun bir ichilib, yeyilib, mening nurg'un chaqchaqlarim, yo'malarim baytib beradigan. Hatto tig'i dutta bilan naqsh etib berishim mumkin, jumi? Voy ya. Kızım, ha öyle ki tuttan çıkın. Hepimiz oynayalım.